Assalomu alaykum. 6 ta ona bola qo'y bor sotiladigan. Bolalarni qarang, katta bo'lib qolganini. Mana shu qo'yimizning bolasi qo'chqor ekan, mana shu birinchi bolasi. Mana shu qo'chqor ekan. Qolgan hammasini bolasi qiz ekan, 6 ta qo'yimiz. Aytgancha ichida bitta egizchi qo'yimiz ham bor ekan. Hozir egiz qo'yni topib olaylik. Mana shu oldindagi qashqa qo'y, mana shu birinchidagi qo'y egiz ekan. Mana bolalarni qarang, orqasidan kelyapti. Mana o'zini radnoy bolalari. Qo'shilgan emas, kelib ko'rib tekshirib olsa bo'ladi. Xo'p, qo'ylarimiz hammasi yosh ekan, hammasi ikkinchi qoringa tuqqan. Bitta mana shu qo'yimiz, mana shu qo'yimiz birinchi qoringa tuqqan ekan, tusoq ekan. O'zim ham ishini ko'rdim. Mana qarang, bolalar katta bo'lib qolgan. Xo'p, bular narxiga keladigan bo'lsak, egizagimiz 8,5 million, qolgan yakkalik qo'ylarimiz hammasi bitta joyda 61 dan narx qo'yildi. Toshkent viloyati, Toshkent shahri, Sirdaryo, Gulistongacha dastavkalari bor. Nomer qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Dalada yeb uchib sog'lom yurgan qo'ylar. Bitta aybini aytib o'tamiz. Bitta qo'yimizni ko'rib qoldim. Bu ham aybga kirmaydi aslida, lekin ko'rsatib qo'yamiz. Mana shu qo'yimizning bo'ynidagi jun yo'q ekan, borib qo'tirmikin deb qarasak, oxirchilgan ekan uni. Mana yog'och oxirlar bor, mana shu qo'y ko'rinyapti. Xullas, ozgina jungi yo'q. Tushungan odam buni tushunadi, biladi, bu aslida aybga ham kirmaydi. Mana egizchi qo'yimiz. Xullas, nomer qoldiramiz, aloqaga chiqsanglar bo'ladi.